Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Stansimiz muxbir Almasdan xabar qilishicha, 1-avgust kuni Sharq Turkistonning Korli shahridan yana bir qayg'uli o'lim xabari kelgan. Muhojirat yashayotgan Anvar Sulaymonning bildirishicha, aksi Erkin Sulayman e'tiqodliq, g'ururli kishi bo'lib, navbatda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va nohaq tutib solash, xo'rlash ishlariga chidab turolmay qat'iy holda "Ey zolim Xitoy, zulmingni to'xtat" deganlik uchun 1-avgust kuni qattiq qiyin qistoqlar sababidan shahid qilingan. Anvar Sulaymon akisining o'limidan to'liq qayg'urganligini, shundaqla akisi Erkin Sulaymonning Xitoy hukumati tomonidan o'ldirilganligini xalqaro sud mahkamasiga arz sunadiganligini ta'kidladi. Erkin Sulaymon 1965-yili Sharq Turkistonning Korli shahrida tug'ilgan bo'lib, 1988-yili Korli shaharlik texnik maktabini bitirib, Korli shaharlik savdo ta'minot saroyiga texnik xizmatchisi bo'lib taqsimlangan va tutqun qilinguncha xizmatda bo'lgan. Amerika istixborot organlari Xitoy virusining kelish manbasini oshkorlaydigan zo'r miqdordagi halqiliq Xitoy gen sonliq ma'lumot uchurlarini qo'lga tushirgan. CNNning xabar qilishicha, navbatda Amerika istixborot organlari Xitoy virusining manbasini oshkorlaydigan bu halqiliq sonliq ma'lumot uchurlarini bartaraf qilmoqda ekan. Vaqadan xabardor kishilar CNNga bergan uchurida bu zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot uchuri katalogi Xitoyning Wuhan tajribaxonasida tadqiq qilingan virusidan ilingan DNA xaritalarini o'z ichiga olganligini bildirgan. CNNning aytishicha, Amerika istixborot organlarining bu sonliq ma'lumot uchurlariga qachon va qanday erishganligiga oid aniq uchur bermagan ekan. Biroq xabarda Xitoy virusining bu xil gen sonliq ma'lumotlarini yasash va bartaraf qilishga qatnashgan mashinalarning odatda sirtqi bulutni asos qilgan mulozimatorlarga uloqliq bo'ladiganligi va buning tor hujumiga ochiq ekanligini bildirib, hozir bu xam sonliq ma'lumot uchuri tarjima qilinib, foydali uchurlarga aylantirilmoqda ekan. Biroq xabarda bu xam sonliq ma'lumotlarni foydali uchurga aylantirishda nurg'un qiyinchiliklarning borligi. Navbatda Amerikaning eng nopusliq 17 tadqiqot o'rni, Amerika Energiya Ministerligining mamlakatlik tajribaxonasidagi darajadan tashqari kompyuterlarda mashg'ulot olib berayotganligini bildirgan. Xitoy hukumati izchil Xitoy virusining manbasini tekshirish talablarini rad qilib, Amerikani ayblab kelgan. Amerika prezidenti Joe Biden bu yil may oyida Amerika istixborot organlariga Xitoy virusining manbasini tekshirib, 90 kun ichida o'ziga doklad qilish to'g'risida buyruq bergan. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi 2-avgust e'lon qilgan bir dokladida Xitoy virusining Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligini bildirib, Amerikalik mutaxassislar Xitoy va Amerika hukumatlarining iqtisodiy yordamiga erishib kelgan bu tajribaxonadagi tadqiqotchilarning ilgari Xitoy viruslarini insonlarga yuqadigan shaklda o'zgartganligi va bu xil kontrollikning yoshirin bo'lganligiga oid yetarli dalillar borligini ko'rsatgan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Maricina Payne Avstraliyaning Amerikaga o'xshash Magnitsky kishilik huquq qonunini ma'qullab, kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarni javobgarlikka tortadiganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Marisa Payne 5-avgust e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida mazkur qonunning xalqaro andish qo'zg'agan qo'rqinchli harakatlarni sodir qiluvchilarga qarata nishonliq pul muomala embargosi va sayohat cheklimiz qo'yish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Marisa Payne Xitoyni tilga olmagan bo'lsa-mu, biroq bu qonunning Xitoy qartilish ehtimolligi zo'r ekan. Bu yil mart oyida Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada qatorliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarni xo'rlashida aktiv rol o'ynagan ba'zi Xitoy amaldorlarini jazolagan. Reuters agentligining bildirishicha, Avstraliya o'zining qonunini isloh qilib, embargo ko'lamini kengaytgan. Shundaqla bu yilning oxirlariga qadar konkret qanday jazo tadbirlarini yurgizishni bekitdi ekan. Marisa Payne 5-avgust e'lon qilgan bayonotida yana bu qonun orqali Avstraliya qanday joyda yuz bergan bo'lishidan qat'iy nazar konkret bir davlat hokimiyatini nishon qilmagan asosda jazolashga tegishli harakatlarda bo'lgan shaxs va apparatlarga qarata nishonliq pul muomala jazosi va sayohat embargosi yurgizishga qodir bo'ladi degan. Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlari Avstraliya hukumatini qonun chiqarib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga va irqiy qirg'inchilikda rol o'ynagan Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishga chaqirib kelgan. O'tgan yil 7-dekabr kuni Yevropa ittifoqi Tashqi ishlar ministerligi ishki yig'in chaqirib, Yevropa ittifoqining yangi kishilik huquq tuzumi sifatida Magnitsky qonunini yo'lga qo'yish to'g'riliq qaror qabul qilgan. Mazkur qarorning ruhiga binoan kishilik huquq tafsirchiligi bilan aloqador bo'lgan shaxslar, shirkatlar, tashkilotlar dunyoning narida bo'lishidan qat'iy nazar mol mulkini to'nlatish, Yevropaga sayohat qilishni cheklash qatorliq jazolarga uchraydi ekan. 2020-yili Yaponiyada o'tkazilgan Tokio Olimpik harakat musobaqasi Xitoy virusi yuqumi sababidan 1 yil kechiktirilgan bo'lib, 23-iyuldan 8-avgustgacha Tokioda 17 kun davomlashgan.
Tokyo Olimpik tənərkət müsabiqəsi yapılış mərasimində Olimpikning sohibxonlik shahri Tokyoning valisi Yoriko Koike 2024 yillik Olimpik tənərkət müsabiqəsini o'tkazadigan Parij shahar boshlig'i Hidagoga Olimpik bayrog'ini topshirib berdi. Fransiyaning Parijdagi Eiffel munori oldida necha minglagan kishi yig'ilib davlat bayrog'ini lapaldatib 2024 yillik Olimpik tənərkət müsabiqəsini tabrikladi. Fransiya prezidenti Macron xalq ichiga cho'kib kishilar bilan birga tantana qilib 2024 yildagi Olimpikning, ya'ni ittifoqlik texmi yuqori, texmi tez va kuchli shuarini o'qidi. Reaktiv aeroplan Parij osmonida mahorat ko'rsatib, Fransiya bayrog'iga simvol qilingan ko'k, oq va qizil islarni qo'yib berdi. 8-iyul yakshanba kuni kechda Yaponiya Shinjuku davlatlik maydonida biz o'rtoqlashgan dunyo temasida dag'dug'liq Tokyo Olimpik tənərkət müsabiqəsinin yapilish murosimi o'tkazildi. 2020 yillik Tokyo Olimpik tənərkət müsabiqəsində Amerika komandasi 39 oltin medal, 41 kumush medal va 33 mis medal bilan oltin, kumush, mis va medal umumiy sanada birinchilikni, Xitoy komandasi 38 oltin medal, 32 kumush medal va 18 mis medal bilan ikkinchilikni, sohibxon Yaponiya komandasi bo'lsa 3-likni qo'lga keltirgan. Shuning bilan bir vaqtda Tokyo Olimpik tənərkət müsabiqəsinin oxirlashi bilan xalqaro jamiyatining diqqati 6 oydan keyin o'tkaziladigan Beijing qishliq Olimpik tənərkət müsabiqəsiga markazlashib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiligi sababidan xalqaro jamiyatning Beijing qishliq Olimpik tənərkət müsabiqəsi o'tkazishni boyqut qilish chaqiriqi texmi keskinlashdi. Uyg'urlarda ikki kishi o'zaro uchrashganida bir-biriga salom berish odati eng qadimiy an'analardan sanalib kelmoqda. Uyg'urlar salomlashishni milliy axloq va diniy qoida yo'sin qatoridan sanaydi. Salomlashish kishilar o'rtasida mehr-muhabbatni davom qildirish va ko'ngillarni jalb qilishda eng zo'r sehriy kuchga ega bir ishdir. Insonlar orasida bir-biri bilan salomlashish odati ular barliq kelgandan beri mavjud bo'lib kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarda o'zaro salomlashishning ahamiyati cho'ng, mazmuni nihoyat mo'ldir. Uyg'urlarda salomlashishning o'zgichiligi. Uyg'urlarda salomlashish ba'zida qo'l elishib, ba'zida quchoqlashib ko'rishish yo'li bilan bo'ladi. Doim ko'rishib turadiganlar orasida qo'l elishib ko'rishish qisqartiriladi. Quchoqlashish texmi qisqartiriladi. Ba'zilar bir tarafdan salomlashib, bir tarafdan o'ng qo'lini ko'krakka qo'ydi. Bu salomning chin yurakdan chiqqanligini, chin dilidan omonlik tilaganligini ifodalaydi. Ba'zilar o'ng qo'lini berib ko'rishib, so'l qo'lini qarshi tarafning o'ng belikiga qo'ydi. Bu badanning bir butunligini va salomlashuvchilarning xuddi bir oila kishilariga o'xshash yaqin ekanligini ifodalaydi. Salomni avval boshlash sunnat bo'lsa, uni qaytarish farzdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: "Sizlarga birov salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob beringlar yoki uning salomini aynan qaytaringlar" deb ko'rsatgan. Oyatdagi texmi yaxshi salom bilan javob berish "Assalomu alaykum", ya'ni Allohning omonligi sizlarga bo'lsin deb salom bergan kishiga "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh", ya'ni Allohning omonligi, rahmati va barakati sizlarga bo'lsin deb javob qaytarish. Salomni aynan qaytarish deganlik "Va alaykum assalom", ya'ni sizlarga Allohning omonligi bo'lsin deb javob qaytarishdir. Salom berguchi garchi yolg'iz birlik kishi bo'lsa-mu, uning salomini qaytarishda "Alaykum", ya'ni sizlarga deb qaytariladi. Chunki qarshi taraf ko'pchilikning vakili deb qaraldi. Buningda musulmonlar o'rtasidagi barobarlik va birlik aks ettirilgan. Musulmonlarda salomlashishning ahamiyati ikki kishi uchrashganida bir-biriga salom berishi dunyoda har kim yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: bir musulmonning yana bir musulmonga o'tashga tegishli haqlari 6 bo'lib, ular uchrashganda salom berish, chaqirsa berish, nasihat so'rasa nasihat qilish, tush ko'rsa alhamdulillah deyish, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, o'lib ketsa namoziga berish. Islom so'zi bilan salom so'zining arabcha tub yildizi bir bo'lib, har ikkisi tinchlik degan ma'noni ifodalaydi. Bu musulmonlikning tinchlikni tashabbus qiladiganligini ifodalagandan tashqari, salomlashishning naqadar muhim ekanligini bildiradi. Salomlashish butun insoniyatning nazarida eng esil an'ana sanaladigan, hech qanday chiqim talab qilmaydigan, o'zi oson, foydasi intayin mo'l bir ishdir. Salom berishning tartibi salom berishda kichiklar cho'nglarga, o'tib ketayotganlar o'ltirganlarga, oz sonliq ko'p sonliqqa va qatnash ustidagilar piyodalarga salom beradi. Shundaqla sirtdan kelganlar shu yerdagilarga, erlar ayollarga, eri ayoliga, mehmon sohibxonga salom beradi.
Uyg'urlar azaldan o'zaro salom berishga e'tibor berib kelgan xalq bo'lib, o'zaro hurmat, qoida usullarini ifodalaydigan iboralarga va ifodalash usullariga boy. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.